Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, yosh doirachilar. Bugun doira chalg'usi bo'yicha beradigan metodik tavsiyalarimiz doira ijrochiligida oddiy va murakkab yo'llarni ijro qilish metodini o'rganamiz. Bizga ma'lumki, dunyoda ikki xil yo'nalish bor. Misol uchun, kuchli kuchsiz, baland past, katta kichik deganday doira ijrochilik yo'llarida ham oddiy va murakkab ijro yo'llari bor. Oddiy doira ijrochilik yo'lini sekinlashtirib, hozir men sizlarga ijro qilib beraman. Buni endi rez darajasida ijro qilamiz. Sekinlashtirib, tezlashtiramiz. Endi murakkab doira ijro yo'lini ijro qilamiz. Buni ham sekinlashtirib, o'sha ijro qilingan paytida ikkita qo'lda bag, gum nodalari birdek harakatga kelishi kerak. Buni ham sekinlashtirib, rez darajasida ijro qilamiz.